Amerikaga viza olish 10 baravarga osonlashib, hech kimga Amerika orzu bo'lib qolmaydi. O'zbekiston va Amerika o'rtasidagi diplomatik hamkorlikdan viza berilish jarayoni osonlashib, hozirgacha 100 nafardan ortiq insonlarga Amerikaga multiviza tayyorlab berildi. Bundan tashqari O'zbekiston futbol terma jamoasi jahon chempionatiga chiqqani munosabati bilan 100 ming nafardan ortiq insonlarga Amerikaga viza osonlikcha berilishi va'da qilingan. Birinchi qo'ng'iroq qilgan 100 nafar insonga Amerikaga multiviza katta skidka asosida tayyorlab beriladi. To'liq ma'lumot olish uchun pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling yoki kommentariyada ish so'zini yozib qoldiring. Birodarlar, bunaqa isqirtlar kamayishning o'rniga ko'payib boradi, chunki 2026-yil chempionat mira 100 ming kishiga viza beradi deydi. Akalar, bu hammasi yolg'onda, ozgina ko'proq beradi, chunki biz o'zbeklarni podдержка qilishimiz kerak, chempionatni ko'rishimiz kerak, lekin 100 ming kishiga hech qachon berilmaydi. Ozgina soni oshishi mumkin. Va nima deydi? Multiviza berilish 10 barobar oson. Akalar, multivizadan boshqa hech narsa taxlab ham bilmaydi bular. Hech qanaqa 10 barobar oson bo'lganda men chiqib ketardim, sama deportatsiya qilib, chiqib ketib $3000 pulimni olib, Toshkentdan viza olib qaytib kelardim akalar. Hammasi yolg'on. O'zi spesialniy telefon raqamlarini ham o'chirmasligim kerak edi, qo'yishim kerak edi. Telefon qilib, mazza qilib bunaqa isqirtlarni so'kish kerak. Birodarlar, do'stingizni ogohlantiring. Bu hammasi yolg'on. Hech qanaqa oson bo'lmabdi. 10 yillik qilamiz dedi, inshaalloh kutamiz. 10 yillik bo'lgani bilan bu degani viza berilish soni ko'paymaydi. Shunchaki 1 yillik vizamiz 10 yillik bo'ladi. Qozog'iston, Qirg'izga o'xshab. Hozir Qirg'izda 3 oylik.